25 gün inta fakat akil vay ıkıl bilen pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykülər. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Qazaqistanның Yarkent şəhərində yaşap turuyatqan Uyğur ziyalisi, şairlərimizdən Arifcan Jumaxun efendimning hayatını sizlarga tanıştırıp etimiz. Diqqətinglar ekranımızda bolsun. Ben ismim Arifcan, familiyam Jumaxunov. Arifcan Jumaxun. 1942 yılı ana vatanımızdaki Gulcu nahiyesinin 5-10 degan yerisi tug'ilgan ekanman. Ben ata-onamdan kichik yetim qolgan. Onamni bilmayman. Otam 55 yılı men 5-chi sinfda o'qiyotgan vaqtlarimda vafot bo'lib ketgan. Bunun üstüge bir ailede birli bola edim. Men boshqa qaraydigan hech kimim yo'q. O'qib, onu bitirib taqdir taqazza yaydigan tuz nasiba mashaqlari chechilganmi? Balalıqdan ana vatanimdan ayrılıp ketdim. Qozog'iston vaqtida sobiq Sovet davlatining respublikalari bo'lmuş. Biz Qozog'istonga kelib bu yoq keskenning sababi hammamizga belgili bir Sovet ittifoqi desa, uning oldiga o'tadigan boshqa bir mamlakat yo'q. Shunchalik bir muhabbat bilan qaratdik yoshligimizda. Mas Sovetga o'qisak degan armon bizda bor. Shu armon bilan yalğızlıktan, balalıktan çıkıp ketip gelip o okuş degan armonimga yetemedim. Bir elip men oylaptım mende o yaşlarda kino, jurnallarda fakat Sovetning yaxshi tarafini ko'rsatamazmi? Biz aşı yaqib berib o'qiyman degan umid bilan chiqib yo'q. Men bu yoqda mol vaqtim. Qashoq to'rab, mol vaqib, kesak quyib, shunday yurib hatta o'zimning Uyg'urlarimni topolmay qolgan yerlarim bo'ldi. Voy bu qani bu Uyg'urlarim deb. Axir mana Uyg'urlarimni malqi ot aylanib qo'zig'ini topadi degandek, men asta-asta yolg'iz beshim bilan Uyg'urlarimni tepib oldim. Yarkatga kelib, ko'miqo'naq zavodiga kirib, zavodda ishchi bo'lib ishladim. Ilqi armonlarim o ko'k uchib ketdi. O institutlarda o'qiydigan degan armon o menda yo'q. Yolg'iz beshimga zavodda ishlab, kalibrishni deb bir zavod bor Yarkatda. Ko'miqo'naqni qilaydigan cho'ng zavod bo'lgan Sovet hukumati. Shu zavodda ishlab ömrümüz ötüp ketibdi-da mana. Endi aytganda o'zim 70dan ishib ketdik. Ashada ishlab pensiyaga chiqib 3 o'g'lim bor. Bir o'g'lim o'landi, kelinlarim, nevaralarim bor. Men shu hayotga o'zim rozi bo'lib qoldim. İşlep. Endi onundan ki başka özem işçilikten başka özemden ançımıça ama şiiriyetki bo'lgan hevesim var. Men tonulgan, icadi cihetten kiliplaşkan yazgıcı yak şair emasman. Fakat kızıkış bilen kolumda kalemini taşlamadım. Zavodda işlesem mi, ağır işlerde işlesem mi, oyumga kelgan narsani kalem qog'ozga tushirib qo'yaverdim. O özümüzün rayonunu gezdi de, Uygur abazi burunki komünizm tuğullarına çıkarttı. Ayrım kitap bulup çıkmadı, şairlerin toplamlarına koştu, onunla mı çıktım. Lakin, sabit degandek, okuş degan bir çoğun nemlerge armanımga yetemeye kirip kettim. Benim bir amelge açmagan armanım aşı. O'qishga armonimga yetmasammi, men qalamni tashlamay, shu she'ri qo'shiqni yozib qo'yganim bor. Qaysi turda she'rlarni yozish yaxshi? She'r millatlar inoqligi, ona tilimiz, do'stlik ham vatan mavzusida she'r bo'ladi. Mana keyingi vaqtlarda ba'zilar deydi, biz Uyg'ur xalqini Oğuzxon bobomiz Uyg'ur deb ot qo'yibdi ekan. Deydi qanday shuni o'qiymiz. Uygur degan söz uyuşkan, inak degan belge koyuptu.
Mening tushuncham bo'yicha shu nomga loyiq bo'lib yetishmagandek bir xalqda bilinib qoldi menga. Nimishga desa, ba'zi vaqtlarda inoqligimiz yo'qdek bilinib ketadi. Bir-birimizga, boshqa millatlarga qaraganda bir kamchiligimiz mana shu inoqligimiz yo'qmikin deb ketaman. Uning ayrim paket qo'yolmasammi, ba'zi bir yerlarda shunday bir o'ylarga kelib qolaman. O'zimning shu haqida yozgan bir she'rim bor, o'qib beray desam, tinib qolmayman deyapman. Mayli, tinib qolsin bu. O'qimasam ağaç keletdim-de. O'qitma bir qilib o'qib beqing, bo'lsa Şair bulup şairane fikrim bilen, kol köksümde kaynak kızık mihrim bilen, hemmanlarga mening aziz Uygurlurum, yürek sırrını izhar etmen şiirim bilen. Uygur degen kalbi derya ken xalq biz, misilsiz tağ denizlarga ten xalq biz, müşkillerge boyun egmez iradilik, dostqa inak, bekmi isil an xalq biz. Maqtansak, maqtangıdek hakkımız var. Tarixqa məşhur Uygur xalqımız var. Biroq özüge özü hoca bolgan başqalardan oylanlara həcəb bizning farqımız var. Farqımız şu, mayil emas biz ijilliqqa. Şu yerimiz qoyudu bizni xijilliqqa. Minsək bayliq yoki mansab dulparağa gidereymiz. Orun berip şu yatqılıqqa. İzlemeymen adamlarning yamanini, biroq aytay men ularning armenini, ba'zilar bor millat donqini ko'targandan afzal ko'rdi obro'y atoq boyligini. Qo'shilib doim shular shu odatga qo'yishgan o'z qalbini xushomatga, ularga umid qilib tizgin bersang, o'gitudi seni shundoq ibodatga. Shuning uchun ketilmasdan yetilib biz, qoldik boshqa karvonlarga chetilib biz. Magnetdek tartış gücümüz yok bolğaşqa, kettik her yan tarix bolup çeçilip biz. Aytinglarchi, bormi bizdek çeçilganlar? Taqdir toni özge elde pichilganlar. Aytinglarchi, bormi bizdek vatansiz bolup armanlari amalga oshmay puchilganlar. Aramızda yamanlar köp yaxshiladin. Azar çekidu pak dilimiz naqshuladin. Hazar aylang mansab xumar şöhret beres, xoshamatchi quruq so'zlik baxshiladin. Özümüzge egi bulup özlerimiz, birlik bilen mansak jütmez izlerimiz. Mirasıga egi bulup ecdatlarının össün deymen mağrur oğul kızlarımız. Bu benim birlik doğruluk yazgan şiir. Yani onu vatanga kirish imkoniyatiniz bo'ldimi? Kelganda nimalarni ko'rdingiz yoki kuzatib bo'lmadimi? Men bu yoqda cho'nglarim ham tugab ketgandan keyin o yoqqa kiraman desam bo'ldi endi. Vatanga kirish imkoniyatim bir qitim qanchinchi yili birla kirib chiqdim. Shundan keyin meningda shu iqtisod yaratdim. Mayadilqi Sovet hukumatining xizmati o. Batinimda bir g'o'ljida tuqqanlarimni ko'rib chiqdim. Mena hech nimam yo'q, endi boshqa tuqqanlar ular o'lib ketdi, cho'nglari yo'q. Shundan keyin kirmadim. Vatanga borolmadim. Ko'nglingni tatmaydi ekanda, o'zing otang yoki onang, bolam degan bir nimang bo'lmagandan keyin endi vatanni Yarkentdagi cho'nglar haqida biroq so'zlab beramiz. Mesela siz kelgan vaqtlarda kimlar bor edi? Cho'nglardan kimlarni ko'rdingiz yoki keyingi vaqtlarda? Men Yarkentga kelibla zavodda ishchi bo'lib yurgan vaqtlarimda birinchi ko'rganim Ahmadjon Sodirov degan o'zimning muallimimni ko'rdim. Mening she'riyatga bo'lganimga shu sababchi. Ahmadjon Sodirov jurnalist, o'zimizning gazetda ishlatdi. Tuyuqsiz uchrashib qoldik-da, "Hoy, Oribjon. Sen bu yerda mana taqdir o'lamachaq chiqib qoldik, o'sha ko'ch-ko'chlarda endi." Shuningdan keyin men ancha-muncha redaksiyalarga berib, ishimni tashlamayman. Onunla havas qilgan she'rlarim bor. Ajnaq qilib, birinchi mening uchrashgan adamim, ustozim, urug' tuqqanimdagi urib ketgan, u vafot etib ketdi marhum Ahmadjon Sodirov degan kishi. U orqali Xililkam Hamroyev tanimsizlarki, dongliq shoirimiz Xilil Hamroyev bilan tanishdim. Xililkamning 50 yilligini, 60 yilligini men mana shu Sobit Domillamlar bilan birga o'tkazgandim men bu mashada.
Bana ta'sir qilgan, she'riyatga bo'lgan havasimga kuch qo'shgan kishilar ashu. Boshqa hech qanday bir cho'ng bir nimalar bilan uchrashmabdiman ham. Kerak desa Toshkent, Pronz deganni anlig'ini bilan oshaqlarimni ko'rmadim men. Men yerga tiqib ketdim. Shu sizning filmni ko'rish imkoniyati bo'lgan butun dunyodagi cho'ng kichik Uyg'ur qarindoshlarga ichingizda nima so'zingiz keldi, nima yurak so'zingiz bor? Uyg'ur xalqi dunyoning hamma yerga tarixda kechirib ketdi, uni bilma. Uni hammamiz bilamiz. Uning birinchisi o'z vatanimizga patmay amalning yo'qidan ketgan bo'lsa, yana birlari hozirgi zamonga moslashib tijorat bilan ketib qolgandi deb o'ylayman. Ular endi o'zining armonini o'zi biladi-ku, ularning o'z yo'llarini. Mana biz Uyg'urlar bo'lmagan mamlakat yo'q deyman hozir. Men bularda ikkiga bilmayman buni. Biri taqdir taqozosi bilan tuz nasibi shaqlag'i chechilgan amalning yo'qidan ketgan. Yana birlari savdo tijorat. Tijoratni qilmas bo'lmaydigan işte. Shu sabablar bilan vatandan ajrab ketib qolganlardir degan o'ydaman. Endi Xudo ish qilib qayerda bo'lsak bo'layli, urf-odatimizni, eng muhimi ona tilimizni, farzandlarimizni ona tilida o'qitish mumkin. Mesela Qozog'istonda bizga hamma mumkinchilik bor. Qozoq xalqidan biz rozi, Qozoq hukumatidan bizga mumkinchilikni berdi. Biroq oshini o'z loyig'ida ishlatish o'zimizga bog'liq. Mesela bizning bolalarimizni o'zimiz Uyg'ur tiliga bermay, o'zimiz boshqa maktablar beradigan odatlar bormiz yerkatda. Mayli Uyg'ur maktabi tutsa, O'ris maktabiga, yana bir maktabiga bir. Men oshiningga norozi. Öz farzandimizni, öz nevirlerimizni ana tilida berib o'qitsak, o'zimizning ana tili yo'qolmas ekan. Ana tili yo'qolmadi degan so'z, millat yo'qolmadi degan so'z. Millatimiz mavjud bor degan so'z. U bir kunlari Xudoyim qolgan armon orzusiga yetkazdi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi Hayat Şahitler söhbət proqramımız müşahidə yaxlaşdı. Xeyir xoş, kelər qitimliq sanımızı görüşəyli.